3-qism. Urug'ning navi ham K17 degan nav bor. Juda ham zo'r, gibrid, sovuqqa juda ham yaxshi o'sadi. Rangi qora, oyoqchalari kalta va salatchilar ham aynan shu navni tanlashadi. Ko'p viloyatlarda 19, 20, 21 kunlardan boshlab hosil ko'rinish beradi. Primordiya deyiladi. Mayda-mayda qo'ziqorinchilar siz kesgan joydan chiqadi va undan keyin havo tezroq tozalab turiladi. Chunki o'zidan karbonat angidrik ugлекислый gaz chiqaradi qo'ziqorin o'zidan va shu havoni tozalab turiladi. Shu bilan birga namlik ham beriladi. Chunki havo aylangan sari xona quriy boshlaydi. Shu uchun yer hamma vaqt nam, qo'ziqoringa 3-4 mahal suv sepilib turiladi. U ham agar havo 14-15 gradusdan past bo'lsa, ehtiyot bo'lamiz suv sepishga. Chunki u qurimasdan usti ho'l bo'lsa, yana ustma-ust sepsangiz qo'ziqorin o'ladi havosizlikdan. Suv plyonkada qoplab oladi. Ungacha yetmaslik kerak. Sizga batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, Telegramdagi gruppamizga ulaninglar. Men sizga ma'lumot beraman. Ekishdan boshlab to parvarish qilib hosilni uzganizcha. Boshlab hosil ko'rinish beradi. Primordiya deyiladi. Mayda-mayda qo'ziqorinchilar siz kesgan joydan chiqadi va undan keyin havo tezroq tozalab turiladi. Chunki o'zidan karbonat angidrik ugлекислый gaz chiqaradi qo'ziqorin o'zidan va shu havoni tozalab turiladi. Shu bilan birga namlik ham beriladi. Chunki havo aylangan sari xona quriy boshlaydi. Shu uchun yer hamma vaqt nam, qo'ziqoringa 3-4 mahal suv sepilib turiladi. U ham agar havo 14-15 gradusdan past bo'lsa, ehtiyot bo'lamiz suv sepishga. Chunki u qurimasdan usti ho'l bo'lsa, yana ustma-ust sepsangiz qo'ziqorin o'ladi havosizlikdan. Suv plyonkada qoplab oladi. Ungacha yetmaslik kerak. Sizga batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, Telegramdagi gruppamizga ulaninglar. Men sizga ma'lumot beraman. Ekishdan boshlab to parvarish qilib hosilni uzganizcha.